Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa yana navbatdagi ishlarimizni kelib chiroyli qilib ustokalarni berdik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin mana alyuminiy ruchkalardan, polvonliklardan ochilib yopilishlari har doimgidek kattalanib xudo xolasa. Hop, bu yerda Alibes brendidan ishga berganmiz. Bir qavat qorayni hisob berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli patagonilari bilan hamma yo'g'i bilan chiroyli ustokalarga berdik. Betimiz metrimiz 20 metr. İki tomonga eshiklari bilan qilib berganmiz. 5 ta joydan ochiladi. Mana bu ikki ochakli eshik, bu yerga uzun qilib chiroyli qilib o'ziga yarasha aynalar bilan solib qo'yib berganmiz. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Inshaalloh chiroyli qilib olib borib, o'rnatib qo'yib beramiz. Sog' bo'linglar.